Xalqarada Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklash choralari kuchayayotgan. Shundaqla Amerika boshchiligidagi G'arb davlatlar rayonining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik mahsulotlariga qarata qattiq cheklash yoki boykot qilish tadbirlarini elayotgan bir paytda Xitoyning Uyg'ur elining tashqi savdosini bir balvoq bir yo'l davlatlariga markazlashtirib, eksport sommasini jiddiy ko'paytirishi diqqat qo'zg'adi. Navbatda rayonning tashqi savdo eksportining nuqtaliq bir balvoq bir yo'l liniyasiga davlatlarga qarab kengayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy taratqularının xabar qilishicha, 2023-yilning dastlabki yarmida Uyg'ur elining tashqi eksport summasi 149 milliard 620 million yuanga yetib, o'tgan yilning o'xshash mezgildagidan 65,2% ko'paygan. Holbuki bu eksport savdosining mutlaq ko'p qismining bir balvoq bir yo'l liniyasidagi davlatlar bilan bo'lganligi bildirilmoqda. Xitoy atalmış 6. navbatlik Şinjan Xalqaro Milliy usul bayramini 20 iyul Urumchida boshlagan bo'lib, bu orqali Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlaridan xalqaro jamiyatning diqqatini burashga urindi. Xinhua torining bugungi xabarda bildirilishicha, atalmış bir balvoq bir yo'l bo'yida usulga tushib, Güzel Şinjanda jam bo'layli nomli bu faoliyatni Xitoy Madaniyat va siyosat ministrligi, Xitoy Markaziy axborot ishxonasi va atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat birlikda tashkillagan bo'lib, bu usul bayrami 20-iyul kechda Urumchidagi Xalq sarayida boshlangan bo'lib, 5-avgust oxirlashdi ekan. Xitoy doiralari har qaysi davlatlardagi axborot xodimlari, mutaxassislar va solchi partiyalarning rahbarlaridan tarkib topgan o'maklarni taklif qilib, Urumchi, Turpan, Qumul va Qashqar qatorliq joylarni ekskursiya qildirib, irqiy qirg'inchilik yo'qligini, ularning baxtsizlik ichida yashayotganligini tashviq qilayotgan bo'lib, yaqinda buningga Turkiya muxbirlarini qatnashtirgan. Egilinishcha, doiralar Turkiyadagi jurnalistlardan tarkib topgan bir hay'atni taklif qilib, 7-oyning 9-kunidan 13-kunigacha Urumchi, Turpan va Qashqardagi ba'zi joylarni ekskursiya qildirgan. Xitoy doiralari 4 nafar jurnalistdan tarkib topgan hay'atni Urumchidagi Islom institutini va ba'zi masjidlarni ekskursiya qildirib, Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligiga ega ekanligini ko'rsatishga tirishgan. Turkmeniston Tashqi ishlar ministrligi Kaspiy dengizidan halqagan tabiiy gaz trubi yo'li qurilishiga to'salg'an bo'ladigan siyosiy, iqtisodiy yoki moliya omillarining yo'qligini bayon qildi. Ministerlik to'ri bekitida xalqaro matbuotlardagi Turkmenistonning tabiiy gazni G'arbga yetkazish turining yo'lga qo'yilishiga munosabatli baholarga qarata bayonot e'lon qilgan va yuqorqi ifodani bildirgan. Xitoy bilan Rossiyaning Tungun Yapon dengizida tamomlashgan 4 kunlik birlashma manevridan keyin Tinch okeanda dengiz va havodan birlashma chorlash olib boradiganligi mo'ljallanmoqda. Yer shari vaqt gazetining xabarida aytilishicha, Xitoy bilan Rossiya birlashma manevri oxirlashgandan keyin birlashma dengiz va havo chorlashni boshlashni planlagan. Yaponiya o'zak yasashda ishlatiladigan materiallarning Xitoyga eksport qilinishiga qo'yilgan cheklovlarni ijro qilishga boshlagandan keyin Xitoy doiralari Yaponiyani o'zak kasbini qolaymaqonlashtirmaslikka chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning bayonotida Yaponiya yo'lga qo'ygan cheklovlardan afsuslanadiganligini bayon qilib, ularning bu qaroridan intayin bearam bo'lganligini aytdi.